Bu ertagimiz shu atrofdagi bog'chalarning biriga qatnaydigan Kamol ismli bolakay haqida. Bir necha kun oldin undan hamma bezor edi. U bir qarasa do'stlarining kiyimlarini yashirib qo'yardi. Bir qarasa qizlarni sochidan tortardi. Bir qarasa boshqa bolalarga baqirib gapirardi. Hatto bog'cha opasiga ham gap qaytarib uni xafa qilgandi. Oxir oqibatda Kamol bilan hech kim o'ynamay qo'ydi. Bolalar undan uzoqlashdilar va Kamolning bir o'zi ajralib qoldi. Shu vaqtda u qilgan ishlarini o'ylab, xatosini tushundi va avval bog'cha opasidan, so'ng bolalardan kechirim so'radi. Bolalar Kamolni kechirishdi. Bugun esa bog'chada Kamoldan odobli bola yo'q. U hamma do'stlari bilan juda ahil va inoq. Bolalar, unutmang, odobli bola hammaga manzur bo'ladi.